Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. Mana bugun 26-dekabr 2025-yil navbatdagi labolarga mana hammasi bir vaqtda bo'ldi. Xudo xolasa mana bu labo Marg'ilon shahridan yetib keldi. Bunisi Rishtondan, bunisi ham uchalasi ham Rishtondan bular. Hammasi komplekt mana shunaqa poli yoni hamma joyi shunaqa izolyatsiya holatda, hammasiga sondiqchalar qo'yib chiqilgan. Bunisiga ham sondiqchalar qo'yib chiqilgan. Hammasi mana bunaqa konteyner pollari bor. Bu narsalar qattiq degani ham bo'lsa bukilmaydi, ramaga zarar yetkazmaydi. Mana bunda peneplekslar ham bor. Issiq sovuq turadi, hashay-pashay tushmasligini oldini oladi. Akamiz Rishtondan kelgan bu akamiz. Gap yo'q. Kelinglar. Ikkita o'rtog'ini boshlab kelganligi uchun jinday bonus berdik bu akamizga. Bunisi ham bu akamizniki ham xuddi shunaqa bo'ldi, baquvvat bo'ldi mana. O'ta mustahkam bu akamiz ham Rishton shahridan keldi. Tavsiya qilamiz. Zo'r. Bu akamiz ham xuddi shu holatda Rishtondan kelgan. Bunisi ham shumkali bo'ldi. Rahmat. Zo'r. Kech o'sa ham bo'ldi mana. Bo'ldi. Bunisi ham shu holatda bo'lgan mana. Har qanaqa zarbalarni xudo xolasa to'sib qoladi. Bukilib ichkariga kirib ketmaydi. Ramaga zarba o'tkazmaydi. Pola yonlariga shumka, ichlariga peneplex qo'yilgan, tepasiga bagaj qo'yilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Alohida bagaj ham bor, poliga rezinkasi ham bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Ishlarimiz yoqsa do'stlar, yaqinlarga borib qo'ying. Kamchiliklarni kommentariy yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etib, like bosib, yaqinlarga jo'nating. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.